Assalomu alaykum barchaga. Bugun viza kalkulyatordan qanday qilib foydalanib o'z vizangizni oldindan chiqish foizini hisoblab ko'rishingizni o'rgatib o'tamiz. Birinchi navbatda Visa Masters saytiga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng aynan vizani hisobini olishimiz uchun viza qismiga o'tib viza kalkulyatorning ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng shaxsiy ma'lumotlar haqidagi qism chiqadi. Ya'ni bu yerga o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun ism, familiya. Undan so'ng tug'ilgan sanangiz. Fuqarolik, o'zbek, telefon raqamingizni kiritasiz, keyin pasport raqamingiz kiritilishi kerak bo'ladi. Keyingi tugma bosiladi. O'qish maqsadiga kollej, bakalavr, magistratura, doktorantura o'zingizga mos bo'lgan yo'nalishni tanlaysiz. Misol uchun men bakalavrni tanlayman. Viza turiga agar oddiy viza qilayotgan bo'lsangiz, oddiy viza, telex viza qilayotgan bo'lsangiz, telex viza yoki e-viza deb tanlashingiz kerak bo'ladi. Men oddiy viza deb tanlayman. Til sertifikatingizni kiritishingiz kerak. Misol uchun kimdadir TOEFL, kimdadir IELTS, kimdadir esa SK. Menda IELTS bor deb belgilayman. Va IELTS ni listening va reading sectionlariga e'tibor qaratiladi elchixona tomonidan. Shu sababdan ham listening sectioni kamida 5,5 bo'lishi kerak, eng kamida. Reading sectioni ham eng kamida 5,5 bo'lishi shart. Bo'lmasam elchixonadan rad javobi olishingiz aniq. Umumiy ball ham 5,5 bo'lishi kerak. Va til sertifikatingizni tugash muddatini ham kiritishingiz kerak. Misol uchun 2026-yil 07/07 deb kiritamiz. Siz o'qimoqchi bo'layotgan universitetni ham kiritasiz. Misol uchun men Kelvin universitetini tanlamoqchiman. Yo'nalishni ham kiritishingiz kerak. Business management. Grant mavjudmi? Ha, mavjud. Grant summasi 20% dan 30% gacha. Qaysi konsalting bilan shartnoma qilganingizni ham kiritishingiz kerak. Bundan keyingi ma'lumotlar universitet joylashgan joyi. Misol uchun Kelvin Gyeonggi-doda joylashgan va bu universitet uchun $15,500 KDB bankshot qo'yishimiz kerak. Agar Seuldan tashqarida joylashgan provinsiyalarda bo'lsa, sizning o'qishingiz, unda $12,500 yozasiz bu joyga. Sizga o'sha bir oylik KDB bankshot summasi qancha qo'yilishini belgilab beradi bu yerda. Bundan keyin study plan kiritishingiz kerak bo'ladi. Study planni doim tayyor holatda olib turishingiz kerak. Study plan joylandi. Va eng asosiy bo'lgan joyi bu ota-onaning yillik daromadi, ya'ni elchixona tomonidan tekshiriladigan yillik daromad hisoblanadi. Agarda sizning ota-onangizning yillik daromadi bo'lmasa, unda mol-mulkini kiritishingiz kerak. Misol uchun meni otam ham, onam ham rasmiy ishda ishlamaydi, ya'ni oylikka ishlashmaydi. Lekin bizda nomimizda, ya'ni dadamning nomida 2 ta uy bor va bu uylarni taxminiy narxini ham kiritib chiqamiz. Misol uchun birinchi uy 35 mingdan $45,000 atrofida bo'lsa, ikkinchi uy $70,000, 45 mingdan $70,000 gacha. Va qaysi sanada o'tkazilganligi ham muhim. Ya'ni dadangizning nomiga qaysi sanada bu uy o'tkazilgan. Misol uchun 1995-yil o'tkazilgan, ikkinchi uyimiz 2022-yilda o'tkazilgan. Agarda qo'shimcha mashina, avtomobil bo'lsa, buni ham kiritishimiz kerak. Misol uchun bitta avtomobil bor. Taxminiy summasi 5 mingdan 7 minggacha. 2020-yilda dadamning nomiga o'tkazishgan deb belgilaymiz. Xo'p, bobo buvining pensiyasi bo'lsa, buni ham belgilab ketishingiz kerak yoki rasmiy ishda ishlaydigan opa-ukalar bo'lsa, tadbirkorlik bo'lsa, buni ham belgilab ketishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilikda albatta bobo buvini pensiyasi bor, ha deb belgilaymiz. Va taxminan 15 milliondan 30 milliongacha bo'ladi yillik daromad. Amaki yoki xolada homiylik bormi? Menda yo'q. Borlarda bor deb belgilash kerak. Xo'p,
Qaysi konsullik orqali topshirasiz? Albatta Toshkentdagi konsullik orqali topshiramiz. 2026-yil yanvar oyining 15-sanasidan boshlab topshiriladi deymiz. Va oxirida mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. 92% chiqdi viza chiqish foizi. Shu orqali siz oldindan o'z viza chiqish foizingizni hisoblashingiz mumkin. Agar 70% dan past chiqadigan bo'lsa, viza kalkulyator sabablarini ham keltirib beradi. Ya'ni siz oldindan o'z xatolaringizni va kamchiliklaringizni viza kalkulyator orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizda viza kalkulyatordagi foiz masalasida qandaydir savollar bo'lsa yoki viza olish masalasida savollar bo'ladigan bo'lsa, batafsil ma'lumot olish uchun bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.